Kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish maqsadida Navoiy viloyatining Navbahor tumanida ham ko'plab ishlar amalga oshirildi. Jumladan, tumanda mukammal ta'mirlash bo'yicha yillik reja 188,7 kilometr etib belgilangan bo'lsa, amalda 189 kilometr ta'mirlash ishlari bajarildi. Tumanning Arabxona mahallasi ahli elektr energiyasi kuchlanish pastligidan yillar davomida aziyat chekib kelardi. Xodimlar tomonidan mazkur mahalla elektr ta'minotining har bir qismi tubdan yangilandi. Bu bilan mahalladagi 80 ta xonadonning elektr muammosi bartaraf etildi. Mana bugun Arabxona mahalla fuqarolar yig'inida transformator quvvati pastligi sababli yangi 100 kV transformator postansiyasi o'rnatilib, hozir montaj jarayonida biz montaj qilib, nasib bo'lsa kuz-qish mavsumidan yaxshi talafasiz chiqish uchun qo'shimcha transformator 100 kV o'rnatildi. Mana shu narsalarda ko'p yillardan beri xalqimiz orzu qilib kutaydi. Mana shunday yaxshi kunlarni mana shu bugun nasib etgan ekan. Elektr tarmoqlari xodimlari murojaatlarimizni inobatga olib, mana shu liniyalarimizni yangilab berib, yangi simlar tortib, yana yopiq holdagi kabellar bilan yangilab, yangi transformator o'tkazilganligi bizni xalqimizni hammasini quvontiradi. Jarayon davomida tuman hududi bo'ylab ta'mirga muhtoj 38 dona transformator punktlari mukammal ta'mirlandi. 5 dona qo'shimcha transformator punktlari o'rnatildi. Qorajon mahallasiga 80 ta temir beton tayanch o'rnatilib, 3 kilometr uzunlikdagi yopiq sim kabellar tortildi. Elektr ta'minoti borasidagi bu o'zgarishlar tufayli aholi yangi mavsumni minnatdorlik kayfiyati bilan kutib olish shubhasiz. Iste'molchilarni uzluksiz elektr bilan ta'minlash maqsadida esa tuman hududi bo'ylab o'rnatilgan 2,7 megavat quyosh panellari fuqarolar uchun elektr energiyasi borasidagi qulaylikning bir ko'rinishi bo'ldi desak, mubolag'a bo'lmaydi.